да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, Everybody, let's get into it. Get stoned. Bugun o'sha mashhur Magic Safariga yana bir marta bolalarimni olib keldim. Ishoninglar, bu yo'gi bolalaringlar kelsa aniq chiqib ketmaydi, chunki har bitta hayvonni oldiga borib bemalol ovqatlantirsa bo'ladi. Shunaqangi zo'r hayvonlar bor. Hozir yengillik qilib juda ham ko'p yangi hayvonlarni ham olib kelib qo'yishibdi. O'tgan safar kelganimda bu darajada emasdi, lekin hozir o'zgarishlar juda ham ko'p. Jirafalarni bu darajada yaqinda hech ham ko'rmagansiz, ishonavering. Bu yoqqa kelsangiz bemalol lemurlarni ham ovqatlantirsangiz bo'ladi. Kichkina bolachalarigacha bor. Farzandlarim shunaqa emotsiyaga to'yinib maza qilishdi o'zi ham. Bolalaringizni xursandligini ko'rib o'zingiz ham maza qilasiz. Hozirda Magic Safari'dagi yangilik bo'lib, детский площадкаlar ham ochib qo'yishibdi. Zaparkadan chiqqaningizdan keyin bemalol kachelalar uchirib o'ynatsanglar ham bo'ladi. Agarda siz hali ham farzandingizni yozgi ta'tilda qayerga borishni bilmayotgan bo'lsangiz, Magic Safari'ga olib siz maza qilib o'ynab ketishadi.